Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Kamina Erim va bu Jujutsu Kaisen modi va bu ancha yaxshirog'i do'stlar. Va bu bizning Gojo. Ajoyib. Tuxumdan chiqdi. Ular normal jang qilmayapti, afsuski. Va bu jang qilayotgan do'stlar. Skeletlarni yo'q, qobiliyatni yo'q. Do'stlar ko'rib turgan shunday go'zal qobiliyatlarni ishlatyapti. Men qobiliyatini ishlashib ketib yetiladi. Shunday narsa o'ynamayman. Bye bye. Keyingi qobiliyatga o'tamiz do'stlar. Keyingisi ekan va ancha yaxshiroq ekan. Bizlar hozir Qizil qal'adamiz do'stlar va Qizil qal'ani yo'q qilib tashladim. Mana ko'rishingiz mumkin ahvol. Go'ja yana qobiliyatini ishga solyapti do'stlar. Men ham qobiliyatni kutaman. Max zarba. Bu ham ajoyib zarba do'stlar. Bu eng yoqadigan do'stlar. Va bu hududni kengaytirish. Yovuzlik maqbarasini chaqiramiz do'stlar. Undan oldin tuzilishga topshirishimiz kerak. Ustida foyda bulamiz. Va yovuzlik maqbarasi do'stlar. Hamma yoqni yo'q qilyapti do'stlar. Ajoyib. Va ana shu maqbaradan qolgan narsa mana shu bo'ladi do'stlar. Bu yerda boshqa anime qahramonlar ham bor do'stlar. Faqat shu ko'rinadi. Boshqa anime qahramonlarining ham bor. Mana olamiz do'stlar. Shu kunoni yo'q qilamiz. Va do'stlar bu yerda Gojoni olamiz va kuchaytirishni ham olamiz. Do'stlar videoni orqadan ko'ring. Ham ancha chiroyliroq bo'ladi. Juda ham zo'r mod. Shaxsan menga juda ham yoqyapti. Bunda boshqa animatsiyalar ham bor. Videodagi va birinchi hujum al. Tepamda paydo qildim va yig'ib olayotgan do'stlar. Keyin ikkinchi udarim o'tirib tursa ishlaydi do'stlar. 3 ta udar bor ekan bu yerda. Buni hamma tanisa kerak. Alın keskin. Rasaki. Nega hududni kengaytirish bu? Bu qanaqa atakalini bilmadim. Bilganlar yozib qo'ysin kommentga. Al. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli. Va bu yerda boshqalari ham bor. Tuxumlardan jang qilamiz. Qani ko'raylik qani. Mana boshqa gap sinashgan. Do'stlar, bu yalang'ochmi nima bo'ladi? Yalang'och tuf. Bu uyat. Sharmandani yo'q qilaman. Al. Sharmanda o'lib ketdi. Sharmandalarcha o'lib ketdi bechora. Do'stlar, yana bitta qobiliyat bor. Bu ancha qiziq do'stlar. Belgilar olindi va to'xtatildi va nishon hujum. Ajoyib. Keyingisi
Voy. Stop. Bu nima? Men bu yerga suv konini itarib yuborgandim. Va bu yovuzlik maqbarasi. Suv konini o'zi qayt. Buni qobilat qila olishini bilmagan edim, do'stlar. Men buni labida itarib yuborgandim. Qarasam, shu yerda uyachasini paydo qilyapti. Yubordi. Yomon va eng yaxshilaridan do'stlar hududni kengaytirish. Hududni kengaytirish. Bu yer nezerligi ichi ko'rinmayaptimi deyman do'stlar. Nezerda qilib bo'lmas ekan buni. Mayli, ijtimoiy qilinadi do'stlar. Voy, lavaga tushib ketdim. Buni ikkinchi qismini ham chiqarishga harakat qilaman va bunda hudud kengaytirishlarni shuni ko'rsataman. Keyingisiga o'tamiz do'stlar. Keyingisining ismi Itadori Yuji do'stlar. Ismini taniganlar yozib qo'ysin kommentga. Itadori Yuji. Bunda ham ajoyib atagalar bor do'stlar. Qora chaqmoq. Keyingisi esa обычный teleportatsiya qilarkan dushmanni ham o'zimni olib ketdim. Keyingisi wow, kesib tashladi. Qo'limda pichoqlar borki, chunki qanday kesib tashlayapti desanglar. Qon sachrab ketdi. Trimsan, oshna. Trimsan, yarim jon bo'lib qoldi ekan. Qon sachragandan keyin yarim jon bo'ladi-da. Do'stlar, bunda boshqa atakalari ham bor, o'zgaradi. Adashmasam bu ham o'zgarish kerak edi. Yo'q, bo'lmas ekan. Mana ekan do'stlar, bu ham o'zgar ekan. Ajoyib atakaga. Qaychi? Yo, ota. Buni eng birinchi marta ko'rishim. Bu-chi do'stlar? Ichagi kesib qo'ydi. Buni bilasizlar. Bu qanday ular ekan? Shu neti bitta nimadir bo'ldi. Va g'ajish degan narsasi bor ekan, tishga o'xshagan. Yo'q. Qo'limda tirnoqlardan foydalan. Va bu hududni kengaytirish bu yerda ishlaydimi? Yo'q, ishladi hududni kengaytirish. Itadori Yujining hududni kengaytirishi do'stlar. Va bu yerda qorli zona do'stlar. Voy, tiqilib qolib, muzlab qoldim. Buni o'zlaringiz ham tishlaring mumkin ekan, ehtiyot bo'lasizlar. To'ki, mana qanday ataka. Wow, bomba-ku. Mana hammasidan menga mana shu qaychi yoqdi. Ajoyib bo'lar do'stlar. Hozir hududni kengaytirishni o'tiramiz do'stlar. Va o'chirildi. Mana o'chirildi do'stlar. Va men qayerga kelib qoldim? Xullas, bunda do'stlar ajoyib ular ham bor. Anime qahramonlarining ana shu qahramonga oid qahramonlar bor. Bu Gojo, bu o'zi tanlab beradi, bu Sukuna, bu Ushiguro, bu ismi Hakiri. Nima degan? Of East. Tushunmaymiz ismiga. Don do'stlar, mana bu Sukunaning xonasi. Bu sandiqlar kiyim beradi do'stlar. Va bu yerda kiyimlar ham bor. Menda ishli ko'rinmay qoldi. Sizlarda ishlashi mumkin do'stlar.
va bu yerda eng asosiylari tuxumlar. Bular nimagaligini tushunmayman. Sukunani barmog'i ishlamaydi-ku. Men ididur yeyman-ku, ishlamaydi. Xullas do'stlar, bu mod menga juda ham yoqayapti. Hammaga xayr. Sizlar bilan ayrim bo'laman va buni qayerdan olishni ham albatta o'rgataman keyingi qismda.